Fransiya prezidenti Macron Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qilgan muomalasi va zulmini qattiq aybladi. Fransiya matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, Macron tönögün parlament a'zosi Aurélien Tache'ning uningga yozgan xatiga javob berib, Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan muomala va zulmning qabul qilinmaydiganligini va ularni qattiq ayblaganligini bayon qilgan. Özlerining Xitoy amaldorlari bilan ko'rishganda Sharqiy Turkistondagi tarbiyalash markazlari nomida faoliyat qilayotgan lagerlarni taqash masalasini ifodalaganligini tilga olgan Macron bu lagerlardagi qilmishlarning kishilik huquqiga xilof ekanligini ta'kidlagan. Macron yana lagerga munosabatli hujjatlarni astoydil tekshirganligini bayon qilgan. Fransiya tashqi ishlar ministri Le Drian 21-iyul Xitoyning xalqaro kuzatuvchilarining Sharqiy Turkistonga kirishiga darhol yo'l qo'yishi kerakligini aytgan. Yakshanba kuni kechda AK televiziyasida Xolid O'zdamir riyosatchilik qilgan vizion programmasida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi haqida suhbat o'tkazildi. Bu programmaga Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Isa sinliq usul bilan qatnashgan bo'lib, Sharqiy Turkiston fondi jamiyatining bosh kotibi Abdullah O'g'uz va Xitoyning ziyonkashligiga uchraganlarning Turkiyadagi tuqqanlari qatnashdi. Programmada Sharqiy Turkistonning hozirgi vaziyati va xalqarodagi ahvoli muzokara qilinish bilan birga lager qurbonlarining tuqqanlaridan Maryam Sulton, Maqbirat Emin va Subinur Umarjon oilasidagilar va tuqqanlarining bishiga kelgan kelishmasliklarni bayon qildi. Programmada Xitoyning Sharqiy Turkistonda atalmış kasbiy tarbiyalash nomida qurgan jazo lagerlari va Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi yangi ma'lumotlar ustida mulohaza ilib berildi. Shveysariya parlamenti oldida Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazildi. Shveysariya Uyg'ur jamiyati va yerlik kishilik huquq tashkiloti birlikda uyushtirgan faoliyatga nurg'un Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilari, jurnalistlar va parlament a'zolari qatnashdi. Shveysariya parlamenti oldida e'lon qilingan bayonotda Shveysariya hukumatini Xitoy zulmini to'xtatish uchun besim ishlatishga chaqirdi. Shuning bilan birga Xitoy bilan Shveysariya o'rtasida imzolangan maxfiy soqchi kelishimning uzartilishiga norozilik bildirildi. Uchurlarga qaraganda Xitoy soqchilari ikki davlat o'rtasida imzolangan kelishimga asosan 2016-yili Shveysariyada panohlik iltimosi rad qilingan 13 Uyg'urni qaytarib bergan. Xitoy Amerikaning Xitoy axborot vositalarida ishlaydigan muxbirlarga qo'ygan viza cheklamasiga qarshi Xitoydagi Amerika axborot vositalarida ishlayotgan bir qism jurnalistlarning turish kartasining yangilanishini vaqtincha to'xtatdi. Amerika CNN televiziya kanalining to'r betidagi xabarga qaraganda, Xitoy doiralariga axborot kartasining yangilanishini iltimos qilgan. Doirlar Cloverga o'zining odatdagi 1 yillik axborot kartasining o'rniga 2 oylik muxbirlik faoliyati elib berishiga ruxsat qiladigan hujjat bergan. Aloqador xodimlar Cloverga buning uning axborotchilik bilan munosabati yo'qligini, faqat Amerika prezidenti Donald Trump hukumatining Xitoyning axborot vositalariga qaratgan harakatiga javob qaytarish ekanligini aytgan. Amerika bilan Xitoy o'rtasida muxbirlarga bo'lgan muomalada ziddiyatning kuchayishiga ergishib, CNN va New York vaqt gazeti, shundaqla Amerikaning Xitoydagi boshqa axborot vositalarining nishon qilinganligi o'tirg'i chiqqan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus bayonotida Amerikaning Xitoy muxbirlarga qaratgan qilmishidan beoram bo'lganligini aytdi. Belarusiyadagi o'qituvchilarning mashhur shaxslardan Mariya Kolesnikovaning poytaxt Minskda niqobli kishilar tomonidan tutqun qilinganligi ilgari surildi. BBC'ning xabariga qaraganda, yerlik taratqular naq maydondagi guvohchilarni asos qilib, Mariyaning minibusda ilib ketilganligini xabar qilgan. Mariya 9-avgustdagi prezident saylamida prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi kuch qo'shgan ayol o'qituvchilar rahbarlarining biri. 1994-yildan boshlab davlatni boshqarib kelgan va Yevropaning eng oxirgi diktatori deb atalgan Aleksandr Lukashenkoning 9-avgust o'tkazilgan prezident saylamida g'alaba qilganligi e'lon qilindi. O'qituvchilar natijani qabul qilmadi va namoyishga chaqirdi. Lukashenko bo'lsa saylamdagi qoidaga xiloflik qilish to'g'risidagi ayblashlarni rad qilib, o'zining vazifasidan ayrilmaydiganligini aytdi.